Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana navbatdagi 4 ta katagimiz tayyor bo'ldi. Bu katagimiz Toshkentga zakaz qilishgan. Zakaz asosida yasalgan. Tuxum oladigan eshikchalari ikki tomonda, ichida ikkita tuxum qiladigan xonachasi bor. Tagi pol varianti, paddon qo'yilgan, odamni ham xotirjam ko'taradi. Eshiklari profil. Ikkiga ajratib qo'yilgan, yonida alohida jo'jaxonasi ham bor. Razmeri 3 metrga 1 metr, balandligi 1.40. Bu katagimiz esa 2 metrga 1 metr, bir xonali, eshiklar mana arka holatda. Buni ham ikkita tuxum xonasi bor, yonida eshikchalari bor. Oldidagi oxirlari yaxshi ochiladi. Bu tagi setka varianti. Oldiga latovlarni qo'yib qo'yganmiz. Tomlari yaxshi tomdan qo'yilgan. Bu katagimiz ham xuddi shunday 2 metrga 1 metr razmerda. Ikki xonali, yonida jo'jaxonasi bor, eshigi yonida. Pol qilib qo'yganmiz jo'jaxonasini. Buni ham xuddi shunday arka holatda eshiklari, tomlari yaxshi tomdan bo'lgan. Yonida tuxum xonalari bor. Eshikchalari ham bor. Ikkita xonachasi bor. Bu katagimiz juda chiroyli yasalgan. Bu katagimiz ham spalni xonasi bor. Buni ham MDFdan bo'lgan, silliq suv shinmaydi. Oldiga derazalarini tashlab ketilgan. Ikkita tuxum xonasi bor. Ichida qo'noqlari bor. Kechqurun kirib ketib yotishlari mumkin. Shotilari, qo'noqlari hammasi yetarli darajada. Bu katagimizda balandligi 1.70, uzunligi 2 metr, eniga 1 metr. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. 94 kodi bilan 177 3315. Bu katagimiz bugun Toshkentga chiqib ketadi. Mashina yetib qo'yilgan. Agar kimgadir shu Toshkent viloyatidan kerak bo'lsa, mana bu 3 ta katagimizni qo'shib jo'natib yuborishimiz mumkin. Tez aloqaga chiqaverasizlar. Bugun 5 may 2025 yil.